Avvalambor assalomu alaykum. Bugun obzorimizda Tiggo 8 Pro avtomashinasi. Bu mashinaning xarakteristikasiga keladigan bo'lsak, 1.6 turbina, 186 ta o't kuchi bo'ladi. Korobkasiga keladigan bo'lsak, robotlashtirilgan korobka qo'yilgan bo'ladi. Diskalarning razmeriga keladigan bo'lsak, bunda ikkita pozitsiya mavjud. Birinchi pozitsiyasida 18 razmerli diska, ikkinchisida 19 razmerli diska bo'ladi. Ikkala pozitsiyamizda ham 360 gradus kamera mavjud. Bu mashinamiz ikkinchi pozitsiya bo'lgani uchun bunda head-up display, adaptivniy cruise control, panorama look, голосовое управление, pamять sidinalar, salonimiz ranglari ham korishniy bo'ladi. Ya'ni birinchi pozitsiyamizda qora salon bo'ladi, ikkinchi pozitsiyamizda korishniy salon bo'ladi. Audio sistemasiga keladigan bo'lsak, audio sistemamiz birinchi pozitsiyamizda 8 ta bo'ladi, ikkinchi pozitsiyamizda 12 ta bo'ladi. Ya'ni premium Sony'lar bo'ladi va subwoofer bilan bo'ladi bu pozitsiyamizda. Keladigan bo'lsak, 7 kishilik hisoblanadi. Orqalarida tirsak qo'ygichlar bor, mavjud. Bagajlarda qulayliklarga keladigan bo'lsak, bagajlarda disk rejimlari bor. Ya'ni 1 kilodan 2 kilo yuk ta'sir qilsa, bagajimiz o'zi qaytib ketadi. Ya'ni disk rejimiga o'tadi bu. Old oynalarning qulayliklariga keladigan bo'lsak, 2 qavat oyna bo'ladi. Включен экономичный режим. Ana 2 qavat oyna bo'ladi, ya'ni musiqalarni, tashqaridan keladigan shovqinlarni kamaytirib beradi. Aynan bu pozitsiyamizda, ikkinchi pozitsiyamizda, birinchi pozitsiyamizda yo'q narsa bor, ya'ni video registrator bor. Qish kunlari, ya'ni muzlamalarda labo'ylarni isitish funksiyalari bor, dvorniklarni isitish funksiyalari bor, avtodalniy bor bunda. Endi birinchi pozitsiyamizga keladigan bo'lsak, birinchi pozitsiyamiz balon razmerlari 18 razmerda bo'ladi. Ichidagi qulayliklarga keladigan bo'lsak, ichidagi qulayliklarga 8 ta kolonкasi Sony audio sistema bo'ladi. Video registrator mavjud bo'lmaydi. Head-up displeysi bo'lmaydi. Keyin salonning rangi aytganimdek, boya aytganimdek qora rangda bo'ladi. Bu ham 7 kishilik hisoblanadi. Narxlarga keladigan bo'lsak, birinchi pozitsiyamizning narxi 399 million 900, ya'ni 400 millionga to'g'ri bo'ladi. Ikkinchi pozitsiyamizga keladigan bo'lsak, ikkinchi pozitsiyamizning narxi 417 million 900, ya'ni 418 millionga to'g'ri keladi. Endi qanaqa, misol uchun qanaqa shartlarda xarid qilsa bo'ladi, qanaqa uslubalar bor deyishganda, mashinalarimizni naqd pulga xarid qilishadigan bo'lsa, birinchi pozitsiyasini ham, ikkinchi pozitsiyasini ham 25 million foyda asosida xarid qilsa bo'ladi. Рассрочкаga bo'ladigan bo'lsa, рассрочкаga 25% bosh to'lovdan 70% gacha bo'lgan to'lovlarda 1 yildan 5 yilgacha chiqarib bera olamiz.